15 ming bera qoling. Boshliq, menda ham, sizda ham 15 ming pul yo'q. Pulni qayerdan olamiz hozir? Sog'lik paytimda ishim yurib turganda yordam qilgan qarindosh urug'larim bor. Shularni oldiga borib so'rab ko'ramiz. Amakimnikiga hayda 6-marta umraga ketishyapti ekan oilaviy. Puli bordir. Hoji aka, shunisiz jiyaningiz sog'ligida ozgina muammo bor. Shuni davolatish uchun 15 ming dollar kerak edi. Eshitdik, 6-marta oilaviy umraga ketyapsizlar ekan. Endi uka, o'zingizdan qolar gap yo'q. Bu 6-marta ketayotgan bo'lsam, Allohning baytiga ketyapman. Sizlarga yo birovnikiga ketayotganim yo'q. O'zim harakat qilib, mushedlarda payg'ambarimiz ravzalarini ziyorat qilgani ketyapman. O'rtoq, men ham hozircha ojizman. Lekin siz aytishingiz bo'yicha icha-picha yordam bera olaman, lekin oila bilan ketyapmiz-da. Lekin o'rtoq yo'q bas. Yo'qdan Xudo saqlasin. Men ko'nglimdan chiqqanim bor. Jiyanim ekan, jigarim ekan, mayli siz bilan kelibdi. Illo roziman berishga. Yana Xudo xolasa berishga qodir qilsin. Kasalni ham siz qilganingiz yo'q, baloga ham siz ro'para qilganingiz yo'q. Ana uni olinu, bu jiyaning amakisiniga bordik. Yo'qdan boshini chiqarmadi meni. Ana borini oling ko'ngildan chiqqanin. Nima qilasiz chekib? Shu narsa sizni muammolaringizni hal qilib bersa ekan, bilaman, ancha diqqat bo'lib qoldingiz. Sabr qilsangiz hammasi o'tib ketadi. Diqqat bo'lganingizni bildim. Sal miyasi tinchlansin deb shunaqa tinchroq joyga olib keldim. Ancha tinch ekan. Bu joy ham meni hayotimga o'xshab tinch, sokin turibdi. Hozir atrofimdagi yaqinlarim, tanishlarim xuddi shunaqa jimjit bo'lib turishibdi. Xudo xohlasa ishlarim zo'r bo'lib ketsa, yana qarindosh urug'lar bilan, sinfdoshlar bilan aloqani tiklay olaman. Odam ichi to'lib ketganda hech kim yo'q joyga borib maza qilib baqirgisi kelar ekan. O'lay agar men sizdan boshqa hech kimga ishlamayman men. Men oilamdan ajratdi. Boyliklarimni tortib oldi. Meni boshimdan o'tgan qiyinchiliklarni his qilmagungacha tinchimayman. Ba'dan tashib tortmasangiz ham bo'ladi. Shunaqangi bir dori tayinlab beraman, tilidan ham qoladi, aqlini ham yo'qotadi. Faqat meni dab qo'ymasangiz bo'ldi. Keyin pul tezlashtirarsiz o'rin. 15 ming dollar hozir men uchun kichkina pul emas. Qarindosh urug'lardan, tanish bilishlardan, do'stlardan hammasidan so'radim. Bittasidan ham najot chiqmadi. Siz men aytgan dorini tayyorlab bering. Xudo xolasa zavodni qaytib olganimdan keyin yarmini sizga beraman. Dorini tayyor deb hisoblang. Siz bag'ini tezlashtiring. Keyin qanaqa qilib ichirmoqchisiz? Bu ish mendan ko'ra sizning qo'lingizdan oson keladi. Oldingizga kelganda aldab dorini ichkizib yuborasiz. Menga boylik kerak emas. Men boylikka to'ygan odamman. Faqat qasdim olsam bo'ldi. O'ylab ko'ring. Zavod dedimmi? Boylik dedimmi? Senga sotqinlik qilishda hali ko'rsatib beraman. O tabib! Tabib! Tinchlikmi? Siz bilan ichkarida gaplashamiz. To'xtang uka. Nima gapingiz bo'lsa shu yerda gaplashaylik. Ichkarida xotin xalaj bor, bola chaqa uxlayapti. Ana telba boshlig'im o'ziga kelibdi. Uni sizdan boshqasi davol olmaydi. Nima deyapsiz? O'lay agar men sizdan boshqa hech kimga ishlamayman men. Men sohatiga GPS bilan diktafon o'rnatganman. Hammasidan xabarim bor. To'xta. 1 minut so'zma. Bir og'iz gapim bor. Uka, o'ldirib qo'ydingiz. Bu holatga aniqlik kiritmasdan turib, bunaqa qilib xatti-harakat qilmang. Hammasidan xabarim bor. Eshitdingmi uni? Siz men aytgan dorini tayyorlab bering. Xudo xolasa zavodni qaytib olganimdan keyin yarmini sizga beraman.
sodda. Shuni aytyapsizmi? Bu rol-ku. Ukam pul olishim kerak-ku. Qatlardan pul topib kelyapti. Sizga qarshi ishlayman desam, qo'rqitib yubordingiz. Choydan ichingimdan ko'ra. Aniq rolmidi? Ha, iching. Bu senga jazo. Tildan qolasan endi. Ma'qul. Haliga o'lmaysan. Bu boshlanishi. Abdurahim, olib ketinglarni bo'ladi bu yerdan. Bu dunyoda kim pulni ko'p to'lasa, yutuq o'shaniki.